arzon qatorlarimizdan bittasini sizlarga obzorga bermoqchiman. Ya'ni 49 ming so'm. To'g'risi ishoninglar, 49 ming so'mga bozorga boradigan bo'lsanglar, uncha normal narsa topolmaysizlar, lekin bizga qaranglar keladigan bo'lsanglar, shunaqa ko'pgina tovarlardan xohlaganinglarni, bu tarafdagilarni ham barchasi 49 ming so'mdan hozir biringizni ko'rsatib berishga harakat qilaman. Ularni ko'rsating. Qaranglar o'rtoqlar. Yo bu tapchikalar, sezon bop qizlar. Xilma-xil modellari, xilma-xil rasyokalar bilan kiyamiz. Undan tashqari agar xohlaydigan bo'lsanglar, 99 mingdan sotilgan shunaqa shlyovkalarimizdan ham, bosanoshkalarimizni ham 49 mingga tushirganmiz. Bunaqa kablukli variantdagi Xitoy fabrichniy bosanoshkalarimizni ham 49 mingga qo'yganmiz. Mana nima deyapti qizlar, juda ham chiroyli. Bularimiz ham 99 mingdan kam sotilmagan, o'zingizlar ham bilasizlar. Bundan tashqari 20 mingdan sotilgan, ham ichlari, ham tellari yumshoq shlyovkaligi. Nima deysizlar, qizlar jonlar? Hammasi bir-biridan chiroyli, bir-biridan sifatli va narxlari attiga 49 ming so'm. Viborlarni obzor qilamiz desak, obzorlar yetmaydi qizlar, vaqtim yetmaydi. Qaranglar mana bularni. Endi ozgincha qismini ko'rsatishga harakat qilaman. Agarda siz do'konimizga keladigan bo'lsanglar, tanlab, kiyib ko'rib, mazza qilib olib ketasiz.